Assalomu alaykum akalar. Mana bugungi yana ustaxonamizda elektrik ustamizga yana yangi mashina olib qo'yilgan. Bagajga pultlar qo'yib berilyapti akalar. Bagajni pult o'zida ochiq quplaydi bemalol akalar. Yangi mana ayni podyomli matiznikini moslab birga bir tushadi. Hech narsa kesilib olinmaydi maytlardan masalan. Birgina mayt kesib olib qo'yadi ustalar bilmasdan adashib. Mana akalar birga bir chiqib beradi. Umuman. Bu yana ham montaj bo'lgandan keyin kabellari juda ham tez bo'lib qoladi. Radnoydan ham tez bo'lib qoladi mashina. Mana ruchkalarni aka qo'yib beryapmiz eshikka. Juda ham chiroyli chiqadi. Seriy rangdalik bir xilda. Mashina o'zi seriyligiga, torpedalar seriyligiga seriya xohlashdi akalar. Pultlar hamma yoq qo'yilyapti montaj bo'lib. Tepa patologlar qilib berildi. Poylar bir xilda qilib berildi tepalar bilan. Qoraytirib, tepalarni qoraytirib o'zidan chexoli qoldi. Yangi mashinamiz akalar. Qanaqa xizmatlar bo'lsa, kelaverasizlar. Akalar. Ustamiz nomerini qo'yib qo'yamiz. Mashinamiz hamma yo'q noldan kabelni boshqadan yig'ib chiqilyapti jentramiz. Akalar shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaveramiz. Usta nomerini qo'yib qo'yamiz. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.